Chegramdagi ming xil tashvishim, alamli yovrig'im olqishim. Chegramdagi ming xil tashvishim, alamli yovrig'im olqishim. Boshi bor kimga yo'q tashvishim, onam ko'z yoshiga arzimas. Boshi bor kimga yo'q tashvishim, onam ko'z yoshiga arzimas. Arzimas, arzimas, onam ko'z yoshiga arzimas. Arzimas, arzimas, onam ko'z yoshiga arzimas. Bo'g'zida tosh qotgan kunlarim, ko'zida yosh qotgan kunlarim. Bo'g'zida tosh qotgan kunlarim, ko'zida yosh qotgan kunlarim. Ovozim yashirgan kunlarim, onam ko'z yoshiga arzimas. Ovozim yashirgan kunlarim, onam ko'z yoshiga arzimas. Arzimas, arzimas, onam ko'z yoshiga arzimas. Arzimas, arzimas, onam ko'z yoshiga arzimas. Bu dunyo ko'nglida dog'i bor, yelkamda zalvarli cho'g'i bor. Bu dunyo ko'nglida dog'i bor, yelkamda zalvarli cho'g'i bor. Holim so'raydigan xaridor, onam ko'z yoshiga arzimas. Holim so'raydigan xaridor, onam ko'z yoshiga arzimas. Betoqat yurakni yoraman, ruhimni azobga qo'raman. Betoqat yurakni yoraman, ruhimni azobga qo'raman. Onamni ko'rgani boraman, yo'q endi kunlarim arzimas. Arzimas, arzimas, onam ko'z yoshiga arzimas. Arzimas, arzimas, onam ko'z yoshiga arzimas. Arzimas, arzimas, onam ko'z yoshiga arzimas. Qumsayman oftobday nigohingizni, ruhim
allalagan quchog'ingizni Qo'msayman oftobday nigohingizni Ruhim allalagan quchog'ingizni Ko'zimga surtib ko'z monchog'ingizni Men sizni sog'insam onam nima qilay Tushlarimda yana bir bor ko'ray Men sizni sog'insam onam nima qilay Tushlarimda yana bir bor ko'ray Rayhonday sizni xush iforingizga Mast edim boqib gul ruxsoringizga Rayhonday sizni xush iforingizga Mast edim boqib gul ruxsoringizga Qo'ymagan edim-ku didoringizga Men sizni sog'insam onam nima qilay Tushlarimda yana bir bor ko'ray Men sizni sog'insam onam nima qilay Tushlarimda yana bir bor ko'ray Kim sizdayin o'ylaydi meni Har vaqt rizqilib siylaydi meni Endi kim sizdayin o'ylaydi meni Har vaqt rizqilib siylaydi meni Ayriliq azobi qiynaydi meni Men sizni sog'insam onam nima qilay Tushlarimda yana bir bor ko'ray Men sizni sog'insam onam nima qilay Tushlarimda yana bir bor ko'ray Dilka jigarlarim o'ksib yursalar Hasratdan ko'z yoshlar to'kib yursalar Dilka jigarlarim o'ksib yursalar Hasratdan ko'z yoshlar to'kib yursalar Qabringiz uzra bosh egib tursalar Hammamiz sog'insak endi nima qilay Tushlarimda yana bir bor ko'ray Men sizni sog'insam onam nima qilay Tushlarimda yana bir bor ko'ray Tushlarimda yana bir bor ko'ray Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar? Onajon men sizni bir bor kanalining barcha biz uchun aziz bo'lgan qiziqarlilarimiz Ali boboni qo'llab-quvvatlab kelayotgan bizni juda ham bir mehri daryo, bizni yaqinlarimiz. Doim sog' bo'la, salomat bo'lasizlar. Mana bilasizlar, Ali bobo kichkintoy polvonimiz 13 yoshga kirganiga qaramasdan juda ham bir haligi shijoatli, mehrli, saxiy, aqlli bo'lasizlar. Shu bolajonimizni qo'llayapsizlar. Alloh sizlarni doim qo'llab-quvvatlasin.
Mana Qashqadaryoda ham juda ham bir o'zini mehnati bilan, tinib tinchimasligi bilan Ali bobo juda ham bir qanaqadir odamlarning mehrini qozondi azizlar. Ustalardi, shu uyda egasini azizlar. Kelganimizga mana shanba kuni bo'lsa, bugun shanba, bozor, dushanba, seshanba 4-kun ekan azizlar. Faqat biroz haligi Ali bobo shu qoldirilgan darslarini iloji borichalik o'tyapti. Sababi baribir kitob o'qish kerak azizlar. Men endi ko'proq Ali boboni ingliz tili, adabiyot, tarix, keyin o'shaligi shunaqa narsalarga yo'llantiryapman. Kelajakda bir yaxshi bir jurnalist bo'lsa yoki bir kelajakda bir boshlovchi yoki bir kattaroq inson bo'lsa degan maqsadda shu haligi gapirish, haligi so'zlashish nimasini bir rivojlantirish maqsadida oratorlik deymiz bizda. Shu orator bo'lib, chiroyli bo'lib, juda ham bir yaxshi gaplarni gapiradigan, ibratli hikoyalarni o'qib beradigan bola bo'lsin degan niyatda harakat qilyapmiz azizlar. Azizlar bilasizlar, Ali boboni o'zi ham to'g'risi qiyinchilikda katta bo'lyapti. Bir xonali uyda mana buvasi, singlisi, ukasi, onasi birga yashaydi. Xabarlaringiz bor. Agar kimdir xabari yo'q bo'lsa, bir xonali uyda yashaydi, kvartirada. Lekin shunga qaramasdan hech qachon o'ziga bir yordam so'ramaydi azizlar, shu bo'lamiz, bilasizlarmi? Juda ham bir boshqacha insonda bu. Lekin boshqalarga o'zini yonida oxirgi cho'ntagidagi bor pulni yoki bir yeb turgan nonni ham boshqa insonlarga berishni juda ham bir yaxshi ko'radi. Shunaqa bolalarda endi buni Allohning o'zi bir shunaqa berayotgan bu bolamizni.